Assalomu alaykum hammaga. Yangi loyiha Meras qurilish kompaniyasi tomonidan Burj Khalifa yonida joylashgan Dubai Design District hududida qurilmoqda. Bu binolarimizda bir xonalidan 5 xonaligacha bo'lgan kvartiralar mavjud. Bir xonali kvartiralarimiz 70 kvadratdan boshlanib 85 kvadratgacha. Narxi $8000 kvadrat metriga to'g'ri keladi. 2 xonalilarimiz 117 kvadrat metrdan 143 kvadrat metrgacha, narxi $9500 dan to'g'ri keladi. 3 xonalilarimiz standart 200 kvadrat metrdan, narxi bo'lsa har bir kvadrat metriga $11000 dan to'g'ri keladi. 4 xonalilarimiz 250 kvadratdan 280 kvadrat metrgacha, narxi har bir kvadrat metriga $12000 dan to'g'ri keladi. Binoni bitkazish muddati 2030-yilgacha, to'lov usullari boshida 20% to'lanadi va har 6 oyda 10% dan to'lab boriladi. Oxirida kalit topshirilayotganda 25% to'lanadi.